Ho'p, barchaga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bu safar biza biroz boshqacharoq kontent qilamiz. Ya'ni, cyber bo'yicha boshqa narsa haqida emas, aynan o'yin haqida bo'ladi bugungisi. O'yindan biz biror bir saytda kirib o'yin o'ynash niyatim yo'q. Aynan o'zimiz, ya'ni o'zim va mening bitta do'stim bilan birga yaratgan o'yinimizni bugun test qilib ko'ramiz. Bizani o'yin Minecraftga asoslangan. Bitta hozir ko'rsataman. O'yinga kirish uchun marscraft.uz bilan yozsanglar, mana shu berilgani bo'yicha o'yinga kirasizlar. F11 ni bossam, ekran kattalashadi. Bu yerda bizda o'yin o'ynash mumkin. Ya'ni yolg'iz o'zimiz, ya'ni o'zimizga o'zimiz o'ynaymiz. Ya'ni multiplayer emas, single u. Multiplayer orqali biz yana bitta room yaratib, o'rtog'imizni chaqirib, u bilan birga o'ynasak bo'ladi. Hop, hozir menga kerak, bitta o'zim o'ynamoqchiman. Bosamiz va o'yinga kiramiz. Hop, boshda ozgina qotishi kerak plan bo'yicha. Okey. Ko'rasizlar o'yinni. Bu to'liq o'zimiz yaratgan o'yin. Minecraftga o'xshab o'ynasa bo'ladi, bunaqa ko'rinishdan. Hop, o'yinda asosiy maqsad survive qilish. Marsda yashab qolish maqsad shu. Hop, bu bizani zona. Ko'rib turgan narsanglar, bu bizani zona ekan. O'sha zonaga hujum qilayotgan mana bu maxluqchalar. Bu hozir eng birinchi versiyalari. Eng birinchi versiyadagi maxluqchalar, hali uncha kuchi yo'q. Xo'sh, bular bizni jonimizga yetkazadi. Hozir ko'rsataman. Agar tashqariga chiqadigan bo'lsam, mana bular hujum qilishni boshladi. Jonim tepada turibdi. Ko'rib turibsizlar, qizil yurakchalar bilan. Menga yaqinlashganda o'ldirishga harakat qiladi meni. Ularning maqsadi meni yo'q qilish. Ularning eng asosiy maqsadi meni yo'q qilish. Meni maqsadim bo'lsa, ularni umuman sayyorasini egallab olish. Xo'p, o'yin nimasiga keladigan bo'lsak, boshqarishga keladigan bo'lsak, o'yinga kirgan yilda deyarli hech narsa yo'q. Hozir ko'rinishda, agar sizlar keyinchalik o'ynayotgan bo'lsanglar, yangilanadi va o'sha tutorial qo'shiladi. Sizlar o'yinga kirdinglar, E tugmachasi, ya'ni W ning oldiga E tugmachasini bossanglar, sizlarda inventar ochiladi. Bu yoqda sizlar Marston orqali qursanglar bo'ladi bemalol. Nima xohlasanglar ham bemalol qurib o'ynab ko'ra olasizlar. Tushundinglar? Hozir bu o'rgatadigan tipi video bo'lgani uchun faqat o'rgatishga harakat qilaman. Iron block, bemalol Iron block bilan qursanglar ham bo'ladi. Bizdan tashqari lamp bor, tinchlik bor, nima deydi buni? Chip to'g'riroq bu. Endi bizda pastda ko'rsanglar, qurollarimiz bor va 3 xil qurol bor. Bizda bu qilich. Qilich ko'rsanglar bo'ladi. Bu оружие. Ya'ni 3 marta to'rog'i 89 o'q bo'ladi odamda va undan foydalansa bo'ladi. Bularni o'ldirish uchun 1, 2, 3 ta o'q ketadi. Endi undan tashqari bizda snayper bor. Endi snayperni mo'ljallash qanday? Hozir dushman keladimi? Hozir ko'raylik. Kelbersa zo'r bo'lardi. O mana. Mo'ljallaysizlar, otasizlar. Ya'ni mishkani o'ng tomoni bilan mo'ljallaydi, chap tomon bilan otadi. Oddiy o'yin o'ynab yurganda o'yinlarimizdek qilingan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 degan knopkalarni bossanglar, qurol almashadi. Xo'p, endi davay o'ynab ko'ramiz. Bularni yo'q qilamiz mana bu maxluqchalarni. Xo'sh, yana bormi? Xo'sh. Undan tashqari qaranglar. Davaychi, zonadan chiqishga qo'y, mana buni ko'ringlar endi. Endi bular o'rgimchak simonlar. Boshqacha. Biroz o'zgargan bular ham. O'yinni xohlagancha uzoq qilib ketsanglar bo'ladi. Avtomatik yarataveradi dunyoni. Mana hozir yo'qlar ko'rinmasligi mumkin, lekin generatsiya qilib ketaveradi. Ko'rdinglar? O'sha xohlagan joygacha borsanglar bo'ladi aslida. Endi keyinchalik zonadan uzoqlashib ketsanglar, qanday zonani topaman degan savol bo'ladi. Mni bossanglar, zona ko'rinadi. Ko'rganingizdek, Mni bosganda, ya'ni map xaritada o'sha yo'lni uygacha bo'lgan to'g'ri zonagacha bo'lgan masofani ko'rsanglar bo'ladi. Buni bilan o'ldirib olishim kerak. Endi qaranglar.
Manda o'ng tomonimda killda, ya'ni nechta kill qilganim yozilganda, o'ng tomon eng burchakda ko'rgan bo'lsanglar, u joyda menga beryapti, agar 30 ta kill bo'lgandan keyin bitta torrent beryapti menga. Voy, zonaga kirolmaydi bular. 30 ta torrent bo'lgandan keyin menga bitta kill beradi. U nima qilaman, ya'ni torrentda nima qilaman men? Men shunchaki ikkita blok qo'yaman va ustiga qo'ysam avtomatik otadigan qurol paydo bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Xuddi shunaqa o'zinglarni zonanglarni himoya qilasizlar. Mana bu bo'lsa uchadiganlar kelishni boshladi mana. Uchadiganlar kelyapti. Endi bundan tashqari, masalan, har doim ham zona ichida o'tira olmaysizlar, to'g'rimi? O'ynagilik kelganda uzoqqa ketishlik kerak bo'ladi. Lekin bizda chap tomon burchakni qarasanglar, oksigen bor, ya'ni bizda havoyimiz. Umuman olganda Marsda bo'lganimiz sabab bizada cheklangan havo bo'lishi aniq. Shuni simulyatsiyasi qilish maqsadida havo qo'shilgan. Qancha ko'p yuraverasizlar, shuncha ko'p havoylar ketaveradi. Va havo ketgandan keyin jon ham ketishni boshlaydi. Sizlarda jon ham tugaydi, oxiri o'lasizlar. Uning uchun nima qilamiz? Agar uzoq ketadigan bo'lsak, 3 ta ayron blok shunaq qo'yamiz-da. Ustiga mana bu tech chip degani bor. O'shani bitta qo'ysanglar, mana bunaqa vizual narsa hosil bo'ladi. Bu o'zi kislorod oladigan bitta qurilma sifatida qaraladi. Tepadan qarasang 95%, yoniga borsang 100% to'lib qoladi. Ya'ni jon foizimiz 100% qilib beradi. Qachonki bu narsa uzoqqa ketadigan bo'lsa. Davay hozir o'zimizga bu yoqdan baza qurishga harakat qilamiz. Chunki hali ko'p keladi bular. Qo'ymam kelishini. Yana bitta torrent ochildi menda. Yaxshi, men qo'yay bu torrentni. Hop, torrent qo'yib oldim. Himoya qilib turadi meni hozircha bu. Xo'sh, bu yoqqa qurishni boshlaymiz. Unchalik muhim emas. Menga hujum qilishyapti. Ko'ramiz, nima bo'ladi oxiri. Xo'sh, hali bu o'yin hali ham yaratilyapti. Ya'ni yaratilyapti deganim nima? Develop bo'lyapti, ya'ni to'xtab qolgani yo'q. Voy, hujum qilishim bilan. Yana bitta torrent ochildi menga. Voy, endi ko'rsanglar, uje ko'p o'ldirganingiz sari turli xil nimalar kelib chiqaveradi sizga. Har xil turdagi maxluqlar. Bularni o'ldirish ham qiyin. Qurol bilan o'ldirish deyarli ilojsiz. O'zim sinab ko'rganman. O'zimiz jo'natadigan bo'lsak agar ulgursak qurishga yaxshi bo'lib ketadi hammasi. So'ngra qurib olamiz. Aytgancha bu asosan kompyuterda o'ynaladi. Telefonda deyarli moslashmagan hali. Telefon versiya chiqmagan demoqchiman. Chunki telefon versiya bor, saytda o'ynash juda noqulay. Xo'sh, quramiz. Xo'sh, ko'ryapsizlar. Xo'sh, menda torrent bor bitta. Bitta qo'yib olaman. Xo'sh, bu yoqqa qurdim. Biroz ozgina ko'rganingizdek baglar bor, lekin tuzaladi bo'la hammasi. Xo'sh, adashmasam yana bir qimmat qurarkanman. 150 bo'lgani ham menga torrent beradi. Avtomatik otadigan qurol. Mana ko'rdinglar, oksigen tugayapti. Endi nima qiladi bu yerda? Biz nima qilamiz? Yaxshisi shuni zonam ichiga qurganim yaxshiroq, sababi Hop.
Ketchup uraman-da, o'rtaga bitta quraman, jonim to'ldiradi. Foizini to'la. Xo'sh, endi jonini bitirib olsak zo'r bo'ladi agar. Bu o'yin maza. Такой o'ynab o'tirishga. Ayniqsa agar universitetda bo'lsanglar, kursdoshlar bilan bemalol qo'shilib o'ynasanglar bo'ladi. Chunki sizlar qurganingiz kursdosh o'sha o'rtoqlik ham ko'rinadi. Bemalol onlayn rejimda o'ynasanglar bo'ladi. Aynan bitta Wi-Fi ulangan bo'lishingiz ham shart emas hattoki. Shunaqa. O'shaning uchun bitta sinab ko'ringlar. Keyin bizga feedback kerak. Xohlasanglar bu kommentariyani tagida yozsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar agar. Bo'lmasa Marston ko'rdinglar, agar zona qursanglar, o'sha bu yoqda joninglar to'lib turaveradi. Narsani bilib olishingiz kerak. Agar joninglar hali ham to'lib turmagan bo'lsa, tagiga bir qavat bunaqa Marston qo'yib yuboringlar. Unda yaxshi bo'ladi. Ko'rinishi ham boshqa narsasi ham. Hozir men ichidaman va jonim cho'ta ketyapti meniki. Aslida ketmaslik kerak edi. Uy, hech kim yo'q-ku. Bir uchib kirar ekanda xonaga. Давайте bularga qarshi qurib tashlaymiz. 10 ta to'rrantim bor ekan, ko'raymi? Agar shu potokni o'ldirib bersa, mana qaranglar. Ichkariga kirmagan. Yo-mayo, ko'payib ketyapti bular. Nega ko'payib ketyapti? Yo-mayo. Endi qaranglar. Coordination decrypted deyapti. Ya'ni o'sha koordinatalarni olmayman. Qachon olasiz sizlar koordinatani? Qachonki 400 ta kill bo'lsa adashmasam, 400 ta kill bo'lganda sizlar koordinata olasiz. Mni bosadi. Mni bossam menga qizil narsani ko'rsatib ko'rdinglar. Короче, bu energiya, juda ko'p energiya signalni qabul qilgan bo'ladi radarimiz bo'yicha. Bizni yoqib borishimiz kerak hozir. Xo'sh, meni jonim 100% hozircha. Давайте ketdik. Hop, mana signal ko'rib turibsizlar. Saturn tagida asosan ko'proq chiqadi. Voy, men bilan ko'pligini o'lib qolmasam bo'ldi borguncha. Shunaqa. O'yinning maqsadi, asosiy maqsadi Marsni egallash. Eng asosiy maqsad Marsni egallash. O'qlanuvchini qaranglar. 374 ta o'qim bor hozircha. Bemalol qo'rqmasdan ishlatsam bo'ladi. Ha, necha metr qoldi? 100 metr qolibdi. Lekin bani baxtimga qarshi meni kislorodom ham уже 50% ga yetib keldi. Yo-mayo. Nima bu? Xo'p, menga hozircha kislorod blok kerak. Voy, уже ke bo'ldi ana. Ana ke bo'ldi уже. Mana ke bo'ldi-da. Mana bu haqiqiy maxluq mana shu o'zi.
Marsni egallashuvchi. Mana bu ustiga qobig'i. Bu qobiq qachon yo'q bo'ladi? Qachonki mana bu hammasi o'lsa yo'q bo'ladi. Agar mana qobiq qachonki hammasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, uje ochiladi qobiq. Bemalol uje unga ataka qilsanglar bo'ladi. Lekin qobiq bor ekan, hech qanaqasi ataka qilib bo'lmaydi. Tushunasizlar? Uje uni kuchi bu. Chunki u o'ziniki, hamma narsa o'ziniki. Shuning uchun boshqacha yo'l bilan ataka qilib bo'lmaydi. O'ldirib qo'yishdi. Xullas, shu o'rtoqlar. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan o'yinim. Давайте. O'yinda umumiy hisobda sizlarda jonlilar mana bu yerda ko'rinib turadi. Ikkita qoldi menda yana. 2 marta o'lsam uje o'yin yana 0 dan boshlanib ketadi. Hozir ko'rsataman. Agar o'lib qoladigan bo'lsam, jon yana 0 dan boshlanadi. O'lyapman. Da, mayli, farqi yo'q. Bum. Yana o'ldirishdi. Yana bir marta o'ldirishdi. Okey. Menda bitta jonim qolibdi aytish bo'yicha. Ko'rsak hamma narsa tiklanib qoladi-da. Agar 3 marta o'lishligicha hamma narsa tiklanib turgan bo'ladi. Hech narsani yo'qotib qo'ymaysizlar, boshqa narsa qilmaysizlar. Qachon yo'q bo'ladi? Qachonki joningiz umuman tugasa. Ya'ni imkoniyat bor. Yutishga imkoniyat bo'ladi. Lekin bir tomoni bor. Ya'ni jamoa o'ynaydigan bo'lsanglar, yutasizlar bu o'yinda. Jamoaviy o'ynasanglar, failure, lost, colony lost, world settings, resetting. Critic fail bo'ldi. Endi deyapti, yutqazding deyapti, короче. Ya'ni dunyo boshqadan reset bo'lib ketadi. Okey. Yana boshqadan kirsanglar, yana yangitdan boshlanib ketadi. Endi multiplayer ko'ramiz. Create room qilamiz. Create room qilganimizda bizda anu bo'ladi, qarasanglar. Bizda 02 NRCB degan bitta nimamiz bor ekan bizda. Room kodimiz bor ekan. Ikkinchi odam marscraft.uz ga kiradi-da, join room qiladi. Nomi nima edi? 02 NRCB. 02 NRCBC shunaqamidi? Da, shunaqa ekan. Launch qiladi. Bu yerda qarasanglar, qarab turasizlar, paydo bo'ldi, ko'rdinglar. Bu o'zi dunyo yaratildi mana bu uchun. Va bir-birimizni bemalol ko'rib o'ynasak bo'ladi. Shu tomoni qiziqroq bu o'yinni. Aynan o'rtoqlar bilan o'ynaganinglarda sizlar qurgan blok, masalan, modur qurib ketadigan bo'lsam, men sherigim men bilan o'ynaydigan bo'lsa, unda ham qurilgan bo'ladi. Birga qurib ketaveramiz. Ko'ramiz, oknoni yarim qilsam, o'yinsa bo'larmikin, yo'qmi? Xo'sh, qanisan? Xo'sh, ko'ryapsizlar? Qurib ketaveramiz. Ko'rganingizdek, o'yin o'ynab ketsa bo'ladi. Atak maza. Bu o'rtoqlar bilan o'ynab ko'rish uchun bitta sinab ko'rasizlar. Agar yoqadigan bo'lsa, albatta kommentga yozinglar. Nimani to'g'rilash kerak bo'lsa, yozinglar. Aytgandek, bu hali ham rivojlantirilyapti, ya'ni develop versiyada. Takoy yaxshiroq versiyalar chiqadi hali. Yo'qmi, mana bu bug, mana shu bug. Ko'ramiz hali buni jonim oladimi, yo'qmi? Ko'ramiz. Jonim oladimi? No, menimcha ololmaydi. Lekin men otsam tegmaydi. Endi otsam. Mana bu bug. Da, tepadan bu. Yo'q, tepada emas ekan. Bug ekan bu. Короче, shunaqa. Sheriginglarni ko'rib, snayper bor. Hali personajlar bo'ladi. Iloji bo'lsa akkaunt qiladigan qolamiz. Akkaunt qilinadigan bo'lsa zo'r bo'ladi. Bir-birlarini ko'rib, bemalol o'ynayverasizlar. Shunaqa o'rtoqlar. Yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar. Albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolisa buni yangi versiyalari chiqadi. Bu hozircha ilk versiyadan sal keyingi versiyasi, ya'ni juda bir boshlang'ich versiya emas. Nolovoy versiya emas. Ozgina bo'lsa ham develop qilingan nolovoy versiyasini keyin o'ynab ko'rsataman uni ham, agar qiziq bo'ladigan bo'lsa.
Bundan oldingi versiyasida mana bu teksturalar yo'q. Mana bunaqa tekstura umuman yo'q edi. Mana bunaqa оружиеlar yo'q edi. Mana bunaqa dushman yo'q bo'lgan. Mana bunaqa nima deydi, baza yo'q edi. Oldingi ilk versiyasida, lekin hozirgi versiyasida biroz kuchaygan. Kun-tun masalalari bor. Mana har 5 minut kun bo'lsa, 4 minut tunga teng bo'ladi. Hozir tun tushadi. Maza qilib o'ynasangiz bo'ladi keyin. Tun tushsa o'sha quyosh ketdi, yorug'lik pasayadi va qarabsizki, yulduzlar chiqishni boshlaydi. Yulduzi chiqdi mana. Ororda yulduz ham uchib qo'yadi. Bu Saturn sayyorasi o'z atrofida ham aylanadi, shunaqa. Bizda yerimiz bor. Hamma bilgan yer. Bu o'zi ham aylanadi o'z atrofidagi. Mana bu Oy, sun'iy Oy, tabiiy yo'ldoshimiz yerni atrofida ham aylanadi bu. Bu ikki bo'pti, jumani uzr. Bu shuni ko'rsatmoqchi edim. Nima kerak bu? Mana men ko'rsatmoqchi edim. Ko'rasizlarmi oyning aylanishini? Mana bulutlar, такой yer, suv yana keldi. Ko'rsanglar, maza qilib tomosha qilaman desang, yoningga shunaqalar kelib olaveradi. Tepaga chiqib ko'rsatsa yaxshiroq. Ko'rasizlarmi aylanishini? Har bitta detal o'ylangan desam. Shunaqa. Mana bu mashinniklarni o'ldirib olsam. Ikkitasi ularmikin ko'ramiz. Bittasi bo'ladi. Ko'payib ketishyapti, mayli. Qaytamiz. Это что, bagmi bu? Nima edi bu? Nima edi bu? Bagga o'xshayotgan yomon prikol. Bunaqa narsa oldin ko'rmagandim. Endi birinchi marta ko'raman mana shu narsani. Xo'sh. Qandoq ham ko'rinadi? Bundoq ham ko'rinar ekan. Bu nima? Quyoshni pastdan ko'rinishimi tipa? Qiziq. Xullas o'rtoqlar, shu edi. Aynan bugungi video qisqa va lo'nda bo'ldi. Yoqsa o'ynab ko'ringlar. Minecraft qiziqadiganlar bo'lsa, biror o'ynab ko'rsanglar bo'ladi. Minecraftchalik hali fizikasi zo'r emas, tan olish kerak, lekin o'ziga yarasha fizika bor. Bunda qurol-yarog' degan narsa, dushman takoy bor. Agar Minecraft o'ynab zombi bilan urushib zerikkan bo'lsanglar, bu o'sha yangi uровень sizlar uchun. Kiringlar, o'ynab ko'ringlar. Bu yerda faqat оружие emas, mana qilich bilan ham urishsa bo'ladi. Ko'ramiz hozir. Buni kuchi qanaqaligini. Hoppa, yo'q, o'xshamayapti. Chiqib ketdik tepaga qarab. Davay, tepada kutib olamiz, yaxshi. Hammasini tepada kutib olamiz. Qilich ham zo'r ekan. Mana buni qaranglar, naqshini. Ko'rasizlarmi? Oynaning naqshi bor-ku. Bittalar bo'ylangan. Buni Samarqandda bo'lganimizda yasagandik-da buni. Aynan Samarqand Game Jam'da biz mana shu narsani yasagandik. Ko'rsanglar, takoy. Samarqandskiy stilda qilingan, eskicha o'zimizda Samarqand minorlarida ishlatilgan tekstura. Ko'ryapsizlar? To'rtburchakni. Xuddi shunaqa. Biz ham ishlatganmiz. Aynan maqsad shu bo'lgan o'zi. Samarqandga moslash biroz ba'zi bir joylarini va o'xshagan ko'rib turganingizdek. Shunaqa o'rtoqlar. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Iloji bo'lsa obuna bo'lish ham esdan chiqmasin, chunki balki kiyimni topolmassizlar. O'sha yerda kerak bo'lsam agar esni shu yerdamizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.